Va nihoyat ishdan bo'shadi va kech ham tushib qoldi. Endi eshikni yopib ketamiz. Nimaga? Qayoqqa ketyapsan? Iltimos, meni qo'yvor. Jakni uyini aytsang qo'yvoraman. Bo'lmasa umuman qo'yvormayman. Yaxshilikcha ayt. Ko'ra pulimni ol. Pulim senga qulay tushadi. Meni o'ldirganingdan ko'ra. Shuning uchun pulimni olgin. Yo'q, menga puling kerak emas. Pulingni boshimga uramanmi? Menga Jakni uyini ayt. Bo'lmasa o'lasan hozirni o'ziga. Yaxshi, o'ldirma faqat. Qishloqning boshiga yashaydi. Yanayam o'zing bilasan. Men ketdim. Ishga boray undan ko'ra, o'lganimdan ko'ra. Jakni ogohlantirish kerak. Undan birinchi boraman. Mayli. U boraversin-chi qani. Hello do'stlar, sizlar bilan men Jak MK va bugungi videoda biz yangiliklarni ko'raylikchi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lmabsizlar va tezroq like bosib obuna bo'lib qo'ying va 1000 ta bo'lgandan keyin juda ham yangiliklar bisyor bo'ladi, ya'ni o'zgarishlar va hozirgi yangiliklar juda ham ko'p bo'ladi. Jak, ehtiyot bo'l. Seni bitta bobush qidirib yuribdi va u seni o'ldirmoqchimi bilmadim, lekin ehtiyot bo'l. Juda ham xavfli. Meni o'ldirishga harakat qildi. Yanayam o'zing bilasan, men seni uyingga aytganim uchun keldim. Bo'lmasa kelmasdim. Imkon boricha yashirin va ko'rmagin. Seni izlab keladi, aniq. Shuning uchun kim chaqirsa ham ko'rmagin. Yanayam men ketdim. O'zing bilasan. Ko'rmasang noto'g'ri tushibdi. Mayli, ketarchi, eshikni yopib qo'yaylik. Kompyuterni oldiga o'tirib, yangiliklarni ko'rayotgandim. Yana tekshiraylikchi pastroqqa. Obuna bo'lmabsiz degandim, yana eshik taqilladi va bu marta kim ekan? Jak degan senmisan? Yo'q, men emas. Sen deyishdi-ku, qishloqdagi birinchi uy deb aytishdi, yo'qol. Bu yo'qoldimi? Qayerga ketdi? Tushunolmay qoldim. U nima maqsadni ko'zlayapti? Ko'rdi-ku. Men tushunolmadim. Bu kim bo'lishi mumkin, lekin tanaganim yo'q. Mayli. Eshikni bir aylanib kelaylikchi. Juda ham xavfli odam bo'lsa kerak, chunki yo'q bo'lish meni qo'limdan kelmaydi. Uni qo'ldan keldi. Sabzlarni tezroq olish kerak va tezroq yashirilish kerak. Anchagina sabzlar pishib qolgan ekan va kartoshkalarni olaylik. Salom Jak, meni ko'rdingmi? Men seni tanidim. Bu sensan aniq. Fokus ko'rsataman senga, qarab tur. 1, 2, 3 va yo'q bo'ldim. Voy, qayerga yo'q bo'lyapti bu? Juda ham tanish emas va bu qayerlardandir kelyapti va yo'q bo'lib qolyapti. Nimanidir ko'zlayapti va kim tanimaydi, qishloqqa yangi kelgan bo'lsa kerak. Chunki men ham tanaganim yo'q va qishloqlar ham tanaganim yo'q bo'lsa kerak. Demak, bu qishloqlardan ham so'rab chiqqan va bu har taraflama qishloq. Birinchi uylar ko'p va qishloqlarning ham yuragi yo'rilgan bo'lsa kerak. Nima bo'lsa ham mendan hamma narsani ko'zlayapti va bu qanaqangidir narsa maqsadni ko'zlayotgan bo'lsa kerak. Voy, qayerdan kelyapti bu? Salom Jak, qandaysan? 1 minut bo'ldi ko'rishganimizga. Yana yo'q bo'lib qoldi. Uyga borish kerak, chunki juda ham qo'rqityapti va miltiqlarimizni olamiz, ya'ni qurollarni olmasa bilmayapti. Juda realniy, ya'ni juda ham xavfli ekan. Nimadir maqsadni ko'zlayapti. Yo, qo'rqitish niyati bormi? Bo'lsa ham tezroq hamma narsani joylashtirib olishim kerak va nechta narsalar oldi va bu narsalar kerak emas. Ya'ni saqlab qo'yaman. U meni tutib olsa, ya'ni olib qo'yishi mumkin va so'rashi mumkin, chunki bu yeguliklar unga kerak bo'lishi mumkin. Shuni xohlayaptimi yoki bilmadim-da, короче, ko'chani aylanib kelaman va eshikni yopib qo'yib, ko'chaga tomon yo'l olaman. Adashdim. Konga bormoqchi edim. Konni ham bir nechta ko'mirlar kerak edi. Ko'mirlarni qazib olish kerak. Kon ham yaqinda va kirka kerak bo'ladi. Qo'l bilan qazishga titilib qoladi. Shuning uchun kirkani ham oldim va eshik turaveradi. Mana shu uyning orqasiga edi. Adashma. Juda ham yaqinga kon shu qulaylik tarafi qishloqning yaqiniga hisoblanadi. Shuning uchun yaqingaligi uchun keldim va bir nechta ko'mirlar olish kerak. Imkon boricha 6-7 ta. Salom Jak, qandaysan? Nima xohlayapsan? Yeb bo'li. Qayerdan kelyapsan? Meni o'ldira olmaysan. Jon ketgan bilan o'lmaydi. Qayoqqa yo'q bo'ldi? Juda ham kerak narsa xohlayotgan bo'lsa kerak va bu narsani o'zimni xohlayaptimi yoki o'ldirishni xohlayaptimi? Umuman tushuna olganim yo'q. Men aytgancha bor ekan. Shuning uchun
ehtiyot bo'lish kerak ekan. Mana bu yerni qazib chiqib ketish kerak. O'zimni yo'limni o'zim yapgan ekanman. Hozir bu kelib qolsa juda ham qurollar yo'q hozir yonimda. Lekin uyda bor edi. Uyda yashirib qo'yganman. Nima bo'lsa ham tezroq uyga borish kerak. Uyga bormasak iloji yo'q va tezroq eshikni ham yopib qo'ymasam kelib hozir qo'rqitish ehtimoli juda katta va bu yerdan hamma narsani olib qo'yaman va tezroq tayinli qazib olishim kerak. Qurollarni olmasam juda ham xavfli bo'lyapti. Nerealni bo'lib ketyapti va mana qurolim ham joyiga turibdi. Va Xudo bilan qurolni olaman va uni hozir qidirib ko'raman topishga va tezroq o'ldirishim kerak. Qachongacha bunaqa o'yin qiladi va bu sandiqni oldiga olaman va joylashtirish kerak tezroq hamma narsani. Mana bu yashirin joyga joylashtiraman va sandiqni bekor olibman. Hozir kelib qolmasligi uchun tezroq joylashtirib olish kerak va qurolimni endi olishga majburladi va bu qanaqangidir niyatni ko'zlayapti. What the fuck? Buncha narsani nimaga oldim o'zi? Ya'ni titdim. Qolgani bo'lsa ham qishloqlarni qo'rqitib tursa tezroq joylashtirib olaman va anchagina narsani joylashdi va qurollarni oldiga joylashtirib olishim kerak. Bu narsalar nimaga oldim o'zi? Va endi boraman. Adashmasam u mendan pul taklif qilmoqchi, ya'ni pul olmoqchi. Shuning uchun oldimga kelgan bo'lsa kerak. Yangi joyga boraman va tekshirib ko'raman. Yangi joyga bo'lsa kerak. Qani bu yerda yo'q. Hozir tushsam bo'lmaydi va ortga qaytaman. Qishloqning markaziga bo'lsa kerak. Shuning uchun qishloqni bir martaga o'rganib chiqaman. Mana shu yerda turibdi va Kerak emas hech narsa. Va yo'q bilaman. o'ynashyapti men bilan tushda va qurolni tezroq olish kerak va narigi taraflarni tekshirib chiqaman. Ular yo'llagan bo'lsa kerak, ana shu qishloqlarni ishi bo'lsa kerak, shuning uchun Ish. unda yo'q bo'l va yo'q bo'ldi. Bu juda ham nerealni ketyapti. Adashmasam shu qishloqlarning ishi aniq bilib turibman. Qishloqlarga yomonligim juda ham ko'p degan o'zi qilgani uchun bilasam uni. Yo'q, bilmayman, yo'qol. Unda yo'qol o'zing ham. Bu bo'lsa kerak. Otma, men bilmayman. O'ylay ekan. Bilsam aytardim. Adashmasa baqaga ketyapti. Ha, bo'ldi unda biqindan qidirib ko'raman va topaman. Atrofga bo'lsa kerak. Endi o'ynashdi va bu qishloqlar qurbon bo'ldi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Bo'lish ham mumkin. Shuning uchun tezroq uyga kirib turaylik-chi. O'zi keladi, aniq kerak bo'lsam keladi. Agar kerak bo'lsam shuning uchun yangiliklarni ko'raylik-chi. Qishloqda bir nechta qishloqlar o'lgan. Voqea joyidan reportaj olyapmiz. Aralashchi aybdorchi Aytyapti. Ya'ni ma'ni aytyapti. Meni nimalarni kimga qanday bo'lsa shunaqa va bu o'limga o'zlari aybdor chunki ular aytmadi. Shuning uchun o'ldi va kenga unaqa bo'lmasdi. Qanaqangidir eshik taqilyapti. Eshikni kimdir ochgan bo'lsa kerak. Qishloq bo'lsa kerak. Jak, meni ko'ryapsanmi, Jak? Bo'li. Bu qayerdan kelyapti buncha? Meni qayerdan topyapti? Nima uchun kelding? Ayt. Yo, otib tashlaymi? To'g'risi, senga pul berish uchun kelgandim. Hech kelgandim. Ma, pulingni olib qo'y. Atay, sen qancha kerak ekan? Sanab ol, 20 dollarlik. Mana haqqing. Ishlaganing uchun rahmat. Mana ketib. Mayli, unda. Shuncha xayr. Yana yo'q bo'ldimi? Shuncha o'yin qildi va bu pul uchun kelgan ekan. Men endi boyman, juda ham pulim ko'p bo'ldi. Endi pullarni ham joylashtirib qo'yaman. Yo'q bo'lib qoldi. Yana qanaqangidir qishloqqa. Menga pulingni ber. Yo'q, Iltimos, dollar bo'lsa ham bergin. 10 dollarim yo'q. Yo'qol. Qanaqangidir yana qishloq kelsa otib tashlayman. Endi qishloqlar yo'q bo'lsa kerak. Va endi kompyuterni ishlataman. Kanalga like bosib, videoga obuna bo'ling deb yozilgan ekan va kanalga like bosib, videoga obuna bo'lib qo'ying va 1000 ta bo'lganda juda ham yangilanishlar va xullas obuna bo'ling.